programını Şinjan Eksan Mayçılık Çeklik Şirketi alaydı qollagan. Assalamu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Riyosatchi qarindishlar Nijat Vali Yaqubdan haminglarga suyunchilik salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasining o'zimiz va o'zbek millatlarning esil taomlarini tunishtiradigan Ichil dasxinin programmasi. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizni mundaq bir she'r bilan boshlashni to'g'ri topdim. Sap havoliq bo'stonliq Lopnurga kelib keting, huzurlanib jannatning fayzini surib keting. Umr cho'lponlari ko'pdir, ham suhbat bo'lib keting, yulg'un guli ichilganda bir dasta tizib keting. Xo'sh, demak biz Lopnurliklarga ayta tunishliq bo'lgan bu she'rdan Lopnurning naqadar go'zal, naqadar mehr otash ekanligini bilalaymiz. Shunlashqa biz texi tong suzilmasila Lopnurliklar kentiga yetib keldik. Undaqda bugungi bir kunda bu joyda qandaq chiroyli hikoyalar yuz berdigandi, qandaq esil taomlarga, nozik ne'matlarga eg'iz tegadiganimiz. Agarda buningga qiziqsanglar, men bilan birlikda Lopnurliklar kentiga marhamat. Qadrli do'stlar, hamma joy alvaqchilikka to'lgan oltin kuz faslida Lopnurliklar kentiga kelganimda mening ko'z oldimda zoir bo'lgani o'xshashlar oltin rangli to'g'raqlar bo'ldi. Men bir tarafdan bu yerning go'zal manzarasiga mast xush bo'lg'ach, yana bir tarafdan nihoyat tezlikda bu joydagi to'g'raq buvoy deb nom olgan Hamidin akaning uyiga yetib keldim. Allohga qarg'an chaqda Hamidin aka bu joyda yashab o'tgan necha avlod Lopnurliklarning farzandi bo'lib, Hamidin aka o'zi tutib, o'zi pishirgan qoplarning nomi al ichida tarqalgan ekan. Undaqda biz birlikda vaqtni chang tutib, Hamidin aka bilan salomlashqach, uning bilan birlikda beliq tutib pishirib yeb ko'raylik. Assalomu alaykum Hamidin aka. Didor g'animat, sizni ko'rib qo'shildik. Oxir sizni topdik. Bugun ham huzuringizga kelishimizdagi maqsad Lopnurga kelganimizda atrofdagi qarindoshlarimizdan kim kavob namadan o'qishdi desak, o'sha Hamidin bak o'qishdi deb xizmat qildik. Bizda ustalar bor. Shundami? Unda Hamidin aka biz bugungi programmamizda bir tarafdan sizning bolalikdagi chiroyli hikoyalaringizga quloq solg'ach, sizdan tajribalaringizni anglag'ach, yana bir tarafdan o'z qo'limiz bilan beliq tutib, o'xshagan beliq kavob qilib yesak, vaqtingiz bormidi? Voy sizlarga vaqt chiqamamdi. Sizlar ata yiroqdan kelsanglar. Rahmat, mushunday qarindoshlarimizning mehmon do'stligi, ko'ngilchakligi bizni intayin xursand qildi. Undaqda vaqtni chang tutib, bugungi faoliyatimizni boshlab ketaylik aka. Qani, chiroq. Hamidin akamda Lopnurliklar kentiga kelgan sayohatchilar bakli jiqqa. Shunda. Doim shundaqmi yokamda shundaq oltin kuz fasllarida? Hozirgi mush faslda jiqroq kelamdi. Shu 5-oydan tutib 5-oydan boshlab 11-oyning 10-iga qadar odam shular ko'p keldi. Lekin hamda mening his qilishimcha hozirgi mush faslni Lopnurning eng go'zal vaqti bo'ldi deyman. Butun atrof haqiqatan hamda biz shu materiallarni ko'rgandek, xuddi televizorlarda ko'rgandek oltin rangga, sap-sariq qalatib keldik baklar kishini. Hayajonga soldi ekan. Undan boshqa hamda ishlanmayki bu yerga kelgan sayohatchilar xuddi bizga o'xshash faqat bu yerning go'zal manzarasidan, tabiiy ekologik muhitidan huzurlanib qolmasin, yana isil yemekliklarga, yerlik taomlarga eg'iz tiyoladi deyman. Masalan, nim tomoqlar bor. Bu yerda o'shaning asli urf-odat burundan nima qilib kelayotganish, mush beliq asas qilindi. Bu damni undaqda hozir ekran oldidagi ko'rmalar men bilan birlikda taqozolikda siz bilan hozir biz ko'rayotgan shu qiyiqqa o'tirib beliq tutish qoldiryapti. Undaqda birlikda beliq tutamdik. Bo'ldi. Ajab yaxshi. Bugun polvon bo'lib ketadigan bo'ldim-da. Xo'sh, hurmatli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasining Nijat Vali Yaqub riyosatchiligidagi Ichil dasxinin programmasi. Shu topda biz hozir Hamidin aka bilan birlikda beliq tutish faoliyatimizni boshlab ketdik. Hamidin aka, bu asbobning ismi nima? Shashqoq. Shashqoq. Undaqda shuni beliq bevos sanitsa bo'ldi ekan-da. Undaqda safarimizni boshlab ketaylik hozir. Bo'ldi. Bo'lamdi? Bo'ldi. Hamidin aka, siz Mishada tug'ilib o'sgan shundaqmi? Shunda. Undaq bo'lsa, shu qiyiq haydashni, beliq tutishni kichikingizdan boshlab o'rganib ketganmi? Shunda. Qancha yoshingizdan boshlab o'rgangan? Ish qilib shu
7-8 yoshlardan boshlab. Kimdan o'rgangan? Buvimizdan ham, o'zimizning atamdan. Mening bilishimcha lopnurliqlarga nisbatan shu biliq iste'moli kunlik iste'molning muhim qismiga aylanib ketgan ekan. Shundoq. Kunda biliq yemsizlar? Asosan hamda hozir hamda bir kun yemisim bo'ldi. Burungi shu o'tganda o'chaqda shu ochliqlar bak oz mazgillar bo'lgankin. U vaqtlarda cho'qim shu 3 vaqtlik tomoqninki o'rnida bo'ladi. Berishkevich, g'ayrat qiling. Vah! Avaylan. Hem siz jing turing ha? Ma'qul. Yaxshi. Vah, nima degan yo'g'on? Siz shu beliq tutqandimi, ko'rganmi? Shundaqmi shu kemigimni chiqib baqqanmi? Biliq tutqanni ko'rgan, televizordan chiqib ko'rgan. Men kichikimda sizlarga bak havas qilatdim-chu. Va doim suvning ustida yashaydi-ki, har xil biliqlarni tutib, shundoq baturga uning ustiga obyon qilib bir qillablan biliqlarni tuta oladi deb ko'rgan, lekin o'zim qo'l silib sinab baqmagan. Amdilik bog'chilarda, bunaq yog'larida biliqlarni tutib baqqan. Lekin menimcha bu haqiqiy bir azmatlarning turmushi, haqiqiy o'g'il bolalar cho'qim qilib qishqa tegishlik yoki beshidan kechirib qishqa tegishlik bir xil turmush tajribasiga o'ylab qoldim. Ay beliq turdi. Sen chiqqan asta qish ketdi. Dal sanchang ha. Sal yana aldingiz tarafga qilib. Ha, bo'ldi. Ha, sanchiding. Rasmiy sanchiding. Bak yig'irga. Bak yig'irga. Ha. Og'zimda teshib yutib Qoldimi? Qancha nomer? Buningimi? Menga qancha nomer berasiz? Sizgami? 70 nomer bersak, xatosan chiqib qo'ydim o'zim. Nimishqa? Buni aslima zed bo'lib ketdi. Bu o'ttiri. Shu beliqning-chi? Mana, musha sanchilsa dal. Ma ikki tarafi bu qo'g'itg'ichi. Cho'qim musha sanchilsa, biz bunda qarab biqib. Da beliq sanchigan odamni beliqchilar kelsa, bunda sanchigan beliq qarab. Ma beliqchi deymiz. Ama sizdek sanchib qo'ysa bu tunjisi ekan, bu beliqchi emasga deymiz ham. Shu biladigan bir. Lekin ham uni nisbatan qil yaxshi hisoblangandan. Maqtayman ko'rgan do'stlarning oldida. Yomon emas. Yomon emas. Unda qo'ysa, biz bugun xili yaxshi biliqni xili obdan tutibdi, xili jiq tutibdi. Hozir qani 6 ni tutibdim. 6 tala, 6 tal biliq tutdik. Endi bu biliqlarni qanday pishirib yesak bo'lar? Hamda sizlarning shu yeyish usullaringda endi eng yaxshisi kebab qilib beraymi? Yaxshi bo'ldi. Hozir og'zimga seriq suv kelib ketdi. Chunki men anglagan ham ko'rgan shu lopnur biliqida kebab qilib yesib yeyishlik bo'ldi. Rost. Bek adamning ishtahasini ochadi. Tasvirliksiz lazzatli deb anglagan. Mushu Tarim daryoning, mushu sag'argan to'g'roqlarning g'azonlari, mushuninga yo'piroqlari tushib, mushuni yeydi. Shuning uchun buningda bir xil ta'm bo'ldi o'zgacha. Nihoyat quvvatli bo'ldi. Quvvatli bo'ldi. Adabsizlik o'zim so'rab qo'yay, bu yil qancha yoshga kirdingiz? Men 60 ga kirdim. 60 yoshga. Lekin bakil teman ekansiz. Mushundaq faoliyatlar bilan kunda shug'ullanib turg'ashqa salomatligingiz yaxshi ekanda. Shu endi halqa o'sha emgak bo'lmasa adam ishtiq qaraydi. To'g'ri dedingiz. Harakat barakat degan shu. Harakat barakat shunday. Undaq bo'lsa, hamdan kam deb biliq tutishni o'rgandik deb ekologik muhitimiz ziyon selib amayli o'zimizning ishtoyimizga qarab tutaylik biliqni. Menimcha hozir mana cho'ngidan qani 5 ni tutdik shunaqo. Parang bilan bo'plam xeli jiq biliqlarni tutibsiz. Men birini tutdim. Undaq bo'lsa, hamda mush biliqlarni pishirish bosqichiga qadam qo'yishdan ilgari, lekin men yana qiyiqni mayda paqim kelyapti. Meni jiqtivatmassiz. Men amalda tirishima. Agar jiqtimasam ranjimassiz. Siz de sette degacha jiqti yutib baqqan boshqalarni. Jiqqa. Bu atamda? Bo'lyapti. Mana uramdan ixni. Qo'rqma ya. Mening jiqilib ketmaslikim uchun, ekranda ko'rman do'stlarning oldida xijilchilik qilmasligim uchun yordam qilganingizga ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, endi vaqtni chang tutib, kebab pishirish bosqichimizga qadam qo'yaylik, bo'lamdi? Ma'qul. Bundan kamda bu biliqlarni biz kebab qilish uchun yana gulxan qalaymiz shunaqo. O'tinlarni yig'ib, endi u o'tinlarni mishadik yana o'simliklarning mushtaraklarni. O'sha to'g'roqmi asosan? To'g'roq asos qilib. To'g'roqniki o'tida pishgan kebab bek yeyishdi o'g'ri. Eng ibtidoiy, eng burunqi, eng tabiiy holatida. Yapaqamda. Siz kichik vaqtingizda
Çoğunlar siz qilib bergan shaklda pishirib bering aka. Bo'ldi, anda qo'z tuzi bilan pishirib beraman. Ajab yaxshi, lekin buni tozalamaydi hamda. Yo'q, buni tozalaymiz. Qanday tozalaydi? Mana shu subayya tozalaymiz. Subayadlam adali yutum. Adalab, andin buni yerib, zixni o'tkazib, andin o'tni qilib qoqlaymiz. Bo'ldi, boshlab ketaylik. Boshlaylik. Hürmetli görmen dostlar, körüvatqınlar Şinjan televiziya stansiyasının Lopnurluqlar kentida suratga ilinayotgan ichildasliqning programmasi. Hamda amdinqam hozir nihoyatda zo'xshoq bilan nihoyatda tez sur'atda baliqlarni tozalayotdi. Amdoqda amdinqamda mening bilgim kelyapti, baliqni qanday qilgancha ham tez, ham pokiza tozaligi bo'ldi. Buni shu baliqni yangi naq maydon tabiatini tutdik mana. Tutgan vaqtimiz intayin mo'yim. Shu chaqda mana dal qilsak bu qasiraqlari. Bu ajrab mana. Pokiz chiqib ketadi endi bu. Qurib qolmagan vaqtida yaxshiroq bo'ldi. Undan boshqa yangi baliq tozalayotgan do'stlarga samimiy eskartishimiz shuki, cho'qim qarisiga sirkaymiz shunaqa. Qarshi yo'nalishga qilsak, undan keyin ajrab chiqadi ekan. Shunda baliqniki masalan tutgandan keyin diqqat qiladigan ishimiz baliqni cho'qim beshi bilan ko'tarishimiz kerak. Undan sonra men tutdim to'g'ri. To'g'ri bo'ldi. Quyruqdan tutib oldi. Bunda tutsak, buning teyilib turishi bir gap, ikkinchi buning o't yenib ketadi. Bu o't eng ochiq narsa. Shunda bo'lgandan keyin baliqning ta'mini buzib o'tadi. Shuning uchun cho'qim baliqni beshidan ko'tarishimiz bu eng muhim. Demak, endi bu nuqtani alohida diqqat qilib qo'ysak, xo'g'idek yerlik baliqlar. Shunda haqiqatan yo'g'on go'shtga. Mana. Rasmiy mana semiz bu. Yog'li chiqadi bu. Mana. Buning ichidagi bu yer hozir bu shu 3 oy bu. 3 oy. Mana. Bu mundaq bir tamsil bor bu yerda. Shu baliq o'pkisiga nima quyib yegan lopluqlar deydigan bir tamsil bor. Shu bor, endi bu shu bor. Bu gapni nurg'un odamlar mana bu yerda buni aynan nimasini deb beray. Bu ayni vaqtida. Masal yo'q, xalti yo'q. Ayliqi bizniki nima qachilaydigan. Uchoqlarda bu chini deymiz, ayliqi bir narsalar bo'lmagan keyin. Bu yo'g'on baliqniki mudo chiqadi. Chiqqandan keyin buni mayadan andiga kesib, mana mayadan kessak, mana qalang. Mana mayadan kesib atdik, masalanga. Mana mayadan kessak, bu mana bir yo'g'on bir xalta bu. Mana xalta o'xshaydi. Buni mashinaga qachlaydi. U odamning kallasida chiqadi yo'g'on lo'qlardan. Bucha, endi buni qachlaydi. Qachlagandan keyin buni shu vaqtlarda ochliq kelgili bu yer bug'doy termagandagi korlar, kucha, ashyalarga opirdi. Apasa buni ham usulga dayzolmagan mashina qachlaydi. Qachlab, og'zini bo'g'ilib, buni apmag'di. Mangandan keyin u yerdagilar so'rab, ma korulning odamlarga basib, u qo'niga kelganlarni berib so'rasa, va bu nima desa mashina quygandiga poh. Bu korul, bu lopluqlar baliq o'pkisini quyib yegan deb, mana mashinadan tamsil qilib, shunaqa bu shunaqa qilgan. Ayni vaqtida mashina 3 oyni mashinaga selib, ilag'inlarga amanda apirib, amanisa yedib, apirib yurib, buni alqi boshqa sirtdan kelganlarga bu nima desa o'pkisini quygan to'q degan. Ayni vaqtida quymaydi, amaniga qachilagan. Shunaqa, vo, baliq o'pkisini quyib yegan lopluq. Demak, ham ba'zi bir maqol tamsillarning kelib chiqishiniki o'zining bir orqa ko'rinishi bo'ldi, Mushu gapniki bu o'ziniki bir hikoyasi bor ekan o'ziniki. Hürmetli görmen dostlar, Şinjan televiziya stansiyasının Lopnurluqlar kentida ko'rinishga ilayotgan ichildasliqning programmasi hozirni ayt qizg'in kayfiyatda davom etishyapti. Shu topda biz Hamidin aka bilan birlikda tutib kelgan baliqlarimizni parchalab buni kavob qilishga tutish qildik. Hamidin aka haqiqatan nihoyat qo'li gul ustika, nihoyat chaqalliq bilan baliqlarning qarini yerib, uning ziq o'tkazish bosqichini boshlab ketdi. Hamidin aka, bu bosqichni tamomlash uchun biz oldi bilan qonni yerib olamiz baliqni, shundaqmi? Shunday. Ziqni o'tkazimiz. Bu ziqni o'tkazishdagi maqsad baliqning go'shtini tutib turdi. Ikkinchi birisi karilib o'tqa, o'tning tavig'imdan bo'ldi. Demak, ikkinchi birisi yulg'un, bu yulg'un mana hozir shu mana shu yulg'un tayyor materiallarda tabiiy. Buningki bir xil o'zgacha ta'mi bor. Shundami? Buningki masalanga bu yulg'unninki alohidligi, doğruluk roli bu intayin yuqori. Buni qanday desangiz, masalan, yurak sanjig'i bor odamlar yulg'un yelimini shu zamonda ishda to'xtaydi. Bu ayliqi ig'izga sağan doğrudimi
bak ishtik buni tezligi. Tezlik nimasi bak ishtik. Kebab bir narsalarmi, o'sha yulg'undagi bir xil ta'mi bor, buningki bir xil dorilik roli bor deb qarash. O'zgachimizlik bo'ldi ekanda. Lekin men o'ylab qoldim, hamda biz odat kebablarni zixda, ya'ni temir zixlarga o'tkazib beramiz-ku. Bu agar kuyib ketib qolsa, beliqninki ta'miga ta'sir yetkazmamdi yoki bu boshqa xil usulda pishiramdiq ya. Qaysini deysiz mujima? Beliqni. Bu ko'ymaydi. Ko'ymamda. Bu yo'l emasmi? Yo'ymaydi. Ha, bu yo'l ya'ni hamda darhol ushlab ilingan zixlar bo'lmaganligi uchun ko'ymaydi ekan. Ko'ymaydi. Yana birisi bu, ikkinchi birisi go'shtning ichi turdi emas? Bugun biz tutgan bu beliqlar xili cho'ng beliq hisoblanaganda. O'tir halamdi. Burunqo munda beliqlarni ko'rsak, mana bu qo'rini yesin buni deydik hamda. Hozir o'zimiz yeydigan bo'lib ketdi. Demak, hozirgi nisbatan hamda xili bo'lib qoldigan beliqlar hisoblanadi. Demak, hamda bu gapingiz qaragancha burun abay bizga deb berganda 30 kiloluk beliqlarni tutib kunib qolibdi ekansizlar. Shu yo'g'an cho'ng bo'lmasa, sen bu qo'rinidan tatib olsa, mana zangli qilibchi. Bunda beliq tutib kelsak, ota-onamiz mana qo'rinidan tashiyotgan beliqni chiqib keldingmi yo tutib keldingmi deydigan bunda gaplarmi chiqibdi shu. Hamda omdanka bizning programmamizdan bundaq bir kichikina bir sahifasi bor. U sahifasi nima deganda bizning programmamizni taklif qilgan sizga o'xshash aziz, hurmatli, muhtaram mehmonlarimiz bir tarafdan o'zi nihoyat tunishlik bo'lgan tamoqni aytib bergach, yana bir tarafdan bizga o'zi ayta oladigan bir naqshini aytib berdi. Alsak sizni naqsh ayta oladi deydi. Men shuni qilmaydigan biri. Undaqda bir tarafdan bizga g'ingshig'ash, o'zingiz yaxshi ko'radigan bir naqshni aytib beramsiz. Hamda biz Lopnurga keldik, sizning bu o'xshagan kavoblaringizga eg'iz tekkash, yana bir apadim shu Lopnurning naqshlariga quloq solmasaqmi? Bo'ldi. Bilmegenni bildirip, o'qimaganni uqtirib, qachon qo'lga olursiz bu ko'ngilni tindirib. Demetlikler içide taşlip etmen sındırıp. Taşlip etmen sındırıp, yürek boldi çekpare, sizi salgan otunuz meni kıldı evare. Rahmat, menimcha ikrar dedik ki bizniki suyumli ko'rmalarimiz naqshangizni anglab cho'qib men bilan birga chavak olqishlar yangratdi. Rahmat aka. Endi beliqni shunday qilib bo'ldik-ku. Ham buningga cho'qim tuz sepishimiz kerak. Bu yerni sizga dedim-ku, men o'zimninki nima bo'yicha tuz qilib pishirib beraman-da. Chunki men tuzni hamda o'shunda yo'l vaqtida buni sepyapmiz. Chunki go'shtga oldidan sepib qo'ysak go'sht qattiq bo'lib qoldi. Shunday. Chunki men beliq bu suvda yashagan narsa, buni shu hozir tuzni besib etib, andin kebab qilishga boshlaymiz. Shunaqmi? Buningga ishlatilgan tuz odat biz uyda ishlatilgan osh tuzi bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Alayda boshqa tuzlar bo'ladimi? Endi hozir shu tuzlarga yuzinib ketib qoldik. Bo'lmasa biz shu bunday qilib ko'lchaklarga yig'ilgan sho'riyalardan shuni kelib, shu tuzni ishlatdik hamda. Hozir ham shu tuzga yuzinib ketdik. Bo'ldi shunaqmi? Bo'ldi. Men tuz hamda sap hamda yaxshi tuz bu. Tuz emasmi? Buldu hamdan kandaqda oxirida yana ikki tal beliq qapti. Siz bilan birlikda men qo'lsab ishlab baqay. Bir qilib baqqan bo'lsangiz degan. Bo'ldi, ma'qul. Yuqoridan sizlarni ko'rdim, lekin sal jiddiylashyaptim. Siz kuliblam jiddiylashtirib aytibsiz odamni. Shundaqmi? Avval pichoqni shay ko'ramdim. Men boshdan. Men yedim. Ko'rma. Shunaqmi? Vah. Mushkundagi bolalar sal az bo'ldi-ku bilakda. To'g'rimi? Ko'rdik. Sel boşarak zalimiz. Küçüm xili bacımı. Ben degan her haftada 8 kun chiniqaman. Endi mishani ajratasiz, yani. Shu ikki yani ajratasiz. Chaqirma shunami? Endi siz zodi resmi menga shagirtga yaraydigan bo'lib qaldingiz turib. Qamlashdimi? Qamlashdi. Mana endi rasmiy bo'ldi. Endi mishani moshini ko'rib oldingiz, moshina yerib o'tkazsangiz. Hozir bu astinimi, yarimiz shunaqmi? Beyanimi, shunami? Endi yerib atmasak pishmaydimiz. Shundoq. Ikkala tarafga uramdim. Ikki tarafga. Ashada bir cho'ng bir ustixon bor. Shuni hozir omdinkam meniki shu pichoq tutishimni esa yaratmayotgandek qildi, lekin amaliyotda shu ichilda siqnim programmasi yo'l qo'yilgandan buyon men qo'yimni so'yib baqdim qarang. Xili tajriba saboqli qolib qoldim. Ammo shu narsaning hammani o'g'il bola nima manda qildim deyman. Boshqalar so'yib qo'yib bunda yepib qo'ysa siz dastan bunda ochdim ketayman. Yo'q, undan emas. Shu programmani ko'rgan bo'lsangiz chiqib bilasiz. Birinchi qilmishlardan boshlab o'tkazamiz. Baş tarafdan
ish yerdan shunaqami? Mana. Qo'y so'ygunungiz bir aska. Ishondingizmi? Ishondim endi. Bizning bu programmamizmi mana shundaqdek faqat do'stlarga yeyishni emas, o'zi qo'l silib etib turib yeyish. Qatorliq texnikalarni Pek yaxshi ekanmi sizlarning o'sha? o'g'itish. Chunki bunday bo'lgan chaqda biz shu etayotgan tamoqimizning qadriga, yeyotgan oshlig'imizning qadriga texmi yetimiz deb o'ylaymiz. Shundaqla albatta o'zi qo'l silib etgan tamoq texmi yeyishlik bo'ldi-da, shundaqmi? Texmi pokiza, texmi ishonchlik. Shunaqa oldu. Avnaqa siz yuqorida bizga o'zingiz yoqtirib aytilgan Lopnur xalq naqsini aytib berdingizmi? Nima bir Lopnur xalq naqsini bilmay qolib. Qizil gulim degan naqsha. Voy! Xudo xohlasa, bir tarafdan biz bu mashg'ulotimizni davomlashtirg'ach, bir tarafdan Mana bir qo'shiq aytib bersin. Men bu shuni yasab anglasam. Aytdim unda olsa. Bo'ldi. Qizil gulim qarchug'aning balasi qandaq qilay ey ko'zimning qarasi. Qanat yasab uçup barsam yanınga saqiyar idi bu yürekning yarası. Ondaydı. To'g'ri aytdingiz. Siz zodi sizni o'shadan berib aytsangiz siz Lopnurliqmi degidek. Shunami hozir men do'pildir bilan texnik yarish ketdi. Unda bo'lsa hozir qaqlashni boshlab ketamdi. Qaqlaylik. Sizmi? Bu yoqdek o'tkazganni sizmi birini qaqlang. Bo'ldimi? Bo'ldi, asosan bo'ldi. Oldiga jiqilib ketmagan bo'ldi. Shunaqa qilmasak, mana bu beliqimiz bo'lmaydi ekan. Mana-chu, meyadan qilaylikmi? Oy. Ha, mana. Endi beliqlar pishishga boshlaydi. Hozir biz tayyorlagan bu beliqlarga hech qanday boshqa sun'iy materiallar qo'shilmaydi-ya, tantana shu qurishlar, faqat tuzlar. To'q buningga. Undan boshqa hozir ekranidagi do'stlarimizni ko'rayotgan bo'lishi mumkin, buning o'zining miyi chiqib, hozir paraslab, kuyayotgan shu to'g'raqning ustiga tushib, shundaq bir xil odamning ishtahasini ochirgan bir manzar shakllandi hozir ko'z oldimizda. Buniki qarasak, ancha o't ancha jiqilmagandek qilib, harorat xil kuchli bo'ldi-ku. Hozir mishab turibmi? Qizivyapmiz, qizib ketib boramiz. Endi bu odatda shundoq sanjib qo'ygandan keyin o't taymagan ahvolasida o'tning haroratida qancha vaqt pishadi? Buni endi hozir mushu beliqni 20 minut atroflarida pishadi. 20 minut atrofida pishadi. Shunday atrof. Lekin biz endi yo'g'on 5 kilo, 6 kiloluk beliqlarni o'yindoq o'tga qaqlab qo'yib, taz yiroq qilib taz bilan qaqlab qo'yib, beliq tutquli ketib, qo'saq ochganda kelsak bu pishib tayyor bo'ldi. Vah. U bir xil. U vaqtdagi lazzati boshqacha. Shunday. Hozir men amon yegilarim kelib ketib bordi, tasvirliksiz lazzat. Balki menda uzun yil shu beliqchilik bilan shug'ullanganligimlar, shunaqla uzun yil beliq iste'mol qilganligimlar sababidan bo'lishi mumkin. Olsam shu Lopnurliqlar beliq yegan chog'da noiti ishtaha mazza bilan yeydiki, bir tarafni yegash, bir tarafni og'izlam qiltiriqlarni ajratib chiqarib yetolay deydi. Shunday, rost. Shundaqmi? Endi u kichik ayni bunda o'mlab yurgandimi? Shu beliqni yeb o'rgangan keyin. Rost. U cho'qib chiqaryapti. Qo'l tutishni yeb chiqaryapti. Jog'idan. U kichik vaqtida yegan endi. Buningla haqiqatan beliqchilikning, ya'ni beliq iste'molining sizlarning turmushinglar bilan, ya'ni endi Lopnurliqlarningki turmushi bilan naqadar chambarchas bog'langanligini bilib olg'ili bo'ldi. Shunlashqa bu haqiqatan sizlarningki turmushinglarning ayrilmas bir qismi bo'lib ketdi. Hozir yana pishirgan bir 5 minut qoldi-ku deyman. Qarsak hozir bu pishgan seri rangi oqarishga boshlaydi oq tarafidan. Shunday, qarisi qari bo'lib, iqi oq bo'lib. Hozir endi shu yaxshi ta'mlik pishirish uchun o'tdan sal egiz qo'yib qo'ydik. Endi bir tezroq pishirish bo'lib qolgan bo'lsa, sal yana azroq aytib olsa, vaqtida kuyib qoldi. Shunday yaxshi pishmay qoldi. Hamnikamda maydonga ma'lum Lopnurliqlarning yana uzun umr cho'lponlari degan aytish chiroyli bir
namı var. Demek hem de bu namdınlar biz Lopnor'da uzun ömür koygan bizning peshqadamlarimizdan, cho'nglarimizdan ait ko'pligini bilalaymiz. Jumladan yuqorida sizlab o'tgandek qarshi siz o'zingiz 60 yosh kirdim degan bilan amaliyotda hamdilla 30 ga kirgan qarshi turibsiz. Rahmat. Hamda mana shuningdek sizlarning jushqunliklarini, yoshliklarini, tan saqliqlarini saqlab turishinglarda shu doim biliq iste'mol qilishinglarmi sabab bo'lib qolganmi? Sebep oldu. Masalan, Mesela bu insonning-chu eng shu uzun yoshga kirishdiki ishda ikki narsa va inson tenidagi ikki narsa eng muhim narsa. hapshuk anglab olaylik. İkki narsa eng muhim narsa. Qaysi ikki narsa? Birisi oshqozon, Oshqozon. birisi qon. Shuningga beliq yegan odamning oshqozonidan chatoq chiqmaydi. Yana birisi shu beliqninki masalan 500 yil, 1000 yil bo'lgan ustixonlarni so'qib yesa, burunqi hozir men rak kasal deydi, burunqi jal kasal. Mana shuni shu foyda qila oladi. Bilak narsa buni foyda qila olmaydi. Mayli biliq iste'moli bo'lsin yoki bir kundagi normal shu vaqt tamoqdagi umash iste'moli bo'lsin yoki siz degandek har xil tabiiy o'simliklarning iste'moli bo'lsin, bularning hammasi Lopnordagi odatdagi taomlar hisoblanadi ekan. Shunlashqa tenini ayt salomat. Shundaymi? To'g'ri. Pishibdi. Pishibdimi? Xo'sh, ehraldagi ko'rman do'stlar. Ichil dasqinin programmamizning Lopnurloqlar kentida suratga ilinayotgan bugungi soni oyoqlish oldida turgan ushbu minutlarda biz qoqlab pishirgan biliqniki xush hidimi bizga o'zgacha huzur ato qilmoqda. Balkim bizning bu san programmamiz ekran oldidagi sizlarga o'zgacha estetik so'q ato qilgan bo'lsa kerak. Undaqda keyingi san programmamizda Nijat sizlar bilan birlikda yana qanday o'xshagan tamoqlarni tayyorlashni o'rganbag'andi. Agarda bunga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli keyingi san Ichil dasqinin programmamizda bo'lsin. Qarindoshlar, undaqda keyingi san Ichil dasqinim oldida yuz ko'rishgacha xayr xo'sh. Aman bulunlar. Buldaka. Undaqda siz ap beramsiz. Anlat yasak uçup varsam yanımga sakıyar idi yürgümün yarası. Dost yiğitimi saplasam